Liberalizm degan nima? Liberalizm uqumini tushuntirishdan burun liberal uqum ustida azroq to'xtalib o'taylik. Liberal uqumi tarixda tunji bo'lib, Adam Smith tomonidan yozilgan Uluslarning boyligi nomli kitobda uchraydi. Liberal uqumning ma'nosi tarixda nurg'un qatim o'zgarishga duch kelgan bo'lsa-mu, lekin umuman fikr erkinligi, inson erkinligi, matbuot erkinligi, erkin savdo qatorliqlarni ifoda qilish uchun ishlatilgan. Liberalizm axloqiy, ideologik va ijtimoiy munosabatlar tarafi bo'lgan siyosiy sistem bo'lganligi uchun liberalizmni nurg'un sahada uchirtamiz. Liberalizmning falsafiy asoslari 17-asrda g'arb faylosuflar tarafidan saylangan. Bo'libmi bu asrdagi muhim faylosuflardan bo'lgan John Locke'ning ideyalari liberalizmning boshlang'ich fikrlari hisoblandi. John Locke'ning qarashicha insonlar davlat bo'lmagan mezgillarda erkin va barobar yashaydi. Davlat insonlarning bexatar holda hayot kechirishi va inson erkinliklarini kafolat ostiga olish uchun qurilgan. Liberalizmning qurilishida aktiv rol o'ynagan Adam Smithning qarashicha insonning o'z manfaatini qo'g'lishi nihoyat normal va tabiiydir. Davlat ichki va tashqi bexatarlikdan boshqa hech qanday narsaga aralashmasligi kerak. Liberalizmning taraqqiyotida zo'r rol o'ynagan yana bir faylasuf Benhamdir. Onun qarashicha davlatning yagona maqsadi shaxslarning erkinliklarining doirasini va fasllarni oshirishdir. Erkinlik ijtimoiy foydani. Ijtimoiy foyda iqtisodiy erkinlikni ishga oshirdi. Iqtisodiy erkinlik bo'lsa, insonga xushallik ato qildi. Liberalizm insonni markazga qo'ygan bo'lib, hamma ishda insonni asos qildi. Mashhur faylasuf Kantning qarashicha inson o'zining qonini o'zi tuzish kerak. Liberalizm, klassik liberalizm, sotsial liberalizm va yangi liberalizm deb uchga ayrildi. Liberalizmning bundaq 10 asosli alohidaligi bor. Birinchi, erkinlik. Erkinlik eng muhim siyosiy qadriyatdir. Hammamiz farqli narsalarga ahamiyat beramiz, qiymat beramiz, qadrlaymiz. Masalan, birimiz oilaga, birimiz dinga, birimiz iqtisodga degandek. Lekin davlatning vazifasini bekitishga kelganda liberallar bununla çoxum alish kerakligini ta'kidlaydi. Masalan, davlat chiqargan siyosat insonning erkinligini oshiradi yoki azaytamdi deganga qaraydi. Ikkinchisi individuallik, ya'ni kishilik xoslik. İnson jamiyat va davlatdan qimmatlidir. Insonning erkinligi va manfaati jamiyatning manfaatiga qurbon qilinsa qat'iy bo'lmaydi. Davlat va jamiyatning manfaati hammadan a'lo degan gap fashizm va kommunizmning o'rtaq qarashi edi. Bu iqlimlarda inson muhim emas, balki jamiyat va davlat hammadan muhim o'rinda turadi. Bu undaq bo'lmaydi. Har inson qimmatlik va hurmatga loyiqdir. Uchinchisi, kuchdan gumon qilish. Davlat fuqarolarning manfaati va yaxshilik uchun bir ishlarni qilayotganligini davomli ta'kidlaydi. İnsanlar vaqtni o'tishiga ergishib, mushundaq o'ylashga tamoman moyil bo'ldi. Liberallar nimaning yaxshi, nimaning nachar, nimaning foydali, nimaning ziyonli ekanligini davlat emas, insonning o'zi qaror berish kerakligini ta'kidlaydi. To'rtinchi, qonunning ustunligi. Bir jamiyatda farqli etnik, farqli din, farqli kultur, farqli ijtimoiy qatlam kishilar yashaydi. İnsanlar bu farqliliklar sababidan ayrimchilikqa uchramasliklari kerak. Ular qonun oldida barobar bo'lishi lozim. Liberallar qonunning ba'zi prinsiplarining dunyoning har qaysi joylarida o'xshash bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. 7. Ommaviy tashkilotlar. Ommaviy tashkilotlar davlat bilan fuqaro o'rtasidagi xolisona xizmat qilgan muassasalardir. Ommaviy tashkilotlar oila, diniy muassasalarga o'xshash nurg'un ijtimoiy masalalarni hal qila oladi. Ommaviy tashkilotlar shaxslarga loyiqda hurmat qildi. Ommaviy tashkilotlar bürokratiyaning qattiq prinsiplaridan bakroq ishga yaraydi. Ommaviy tashkilotlar paravan davlat qilgan nurg'un ishni vujudga chiqara oladi. 6. Tabiiy paydo bo'lgan sistema. Sistema insonga kelgusini to'g'ri mo'ljalash uchun fursat yaratib berdi. Insonlar bir ish qilmoqchi bo'lganda, bu ishning qanday natijalarni keltirib chiqarganligi ustida taxmin elib bora oladi. Nurg'un inson tartib uchun bir organ yoki sistemaning bo'lishi kerakligiga ishondi. Liberallar bununla bekmo işinib ketmaydi. Ular tartibning tabiiy paydo bo'lganligiga ishondi. Masalan, til bununla misol bo'la oladi. Hayotni oldin planlaydigan kishi yoki organga ehtiyoj yo'qdir. 7. Erkin bozor. İnsanlar o'rtasidagi ilm-bilim va siyosatlar insonlarning ixtiyorligiga topshirilishi kerak. Davlatlar insonlarning nima kiydiganligiga, nimani yeb, nimani ichadiganligiga, qandaq binolarda yashaydiganligiga, nimalarni iste'mol qiladiganligiga, nimani ishlab chiqaradiganligiga qaror bermaslik lozim. Bular insonlar o'rtasidagi erkin savdoga topshirilishi lozim. Buni qilish uchun cho'qim xususiy mulk shart. Ixtilof kelib chiqqanda buni tinch yo'l bilan tamoman hal qilishga bo'ldi. 8.
sığdırışçanlıq. Bir insan başqa bir insanın fikri qoşulmaganda onunla aralashmaslik lazım. Oxşamagan fikirlerini oturup qoyğan fikirge hörmət qilish lazım. Bir insan qarşı fikrini oturup qoyğuçlarga onunla ziyankeşlik qilmasdan belki onunla hörmət qilishni öyrənməsi lazım. Yoki onunla bu sebepten ziyankeşlik qilmaslik lazım. Mesela fikir erkinligi. Başqalar biz qattiq qarshi qilgan qarashlarni erkin bayon qilish huquqiga tamamen ega. İnsanlar yoqtirmaydigan qarashlarni oturup qoyğuçlarga keng qo'saqliq bilan muomala qilish lazım. 9. Tinchlik. Bu urush va zo'ravonlik bo'lmagan ahvolda harakat qilishni ko'rsatadi. Bir davlat boshqa bir davlatga hujum qilmaslik lazım. Liberallar davlatning boshqa davlatning ichki ishlariga aralashmaslikni tashabbus qildi. Fikrlar, tovarlar, sarmoya va insonlar erkin yo'qilib turishi kerak. Bundaq bo'lsa, tinchlik tabiiy ish qashidi. 10. Cheklik kuchga ega davlat. Davlat faqat shaxslarning mulkiy bexatarligini, erkinlikni qo'g'dish kerak. Davlat shaxslarga ko'p aralashmaslik lazım. Sosyal liberalizm, bozor va iqtisod qiyin ahvolga tushib qolganda davlat cho'qim olishi kerak deb qaraydi. Jamiyatni bayashat qilish uchun davlat ba'zi iqtisodiy sohalarni tartibga solish kerak. Yangi liberalizm davlat bozordan butunlay chekinib chiqish kerak deb qaraydi. Ba'zi liberalistlar bürokratiyaga gumon bilan qaraydi. Ba'zi liberalistlar demokratiyaga gumon bilan qaraydi. Chunki ba'zi hokimiyatlar liberal ideyani yoqlab, hokimiyat beshiga kelib olgandan keyin kuchdan zaharlanib, mast bo'lib, liberalizmning asosiy prinsiplariga tajovuz qildi va dafsanlik qildi.